Show biznesda do'stlik bo'lmay kechadi. Mana bizlarga qiyomatini ana shu 20 yil bo'ldi. 20 yil. Sizlarni bolalarga shukur katta rahmat. Bilan uzatib qo'yamiz Shahriyor. Orqamiz qilmaydi biz. Rahmat. O'zimni sizlar bilan tanishtirishda davom etaman aziz do'stlar. Yoshim 40da, ikkita farzandim bor, bitta yuragim. Odam 40 to'lgandan keyin ko'p narsalarni o'ylab qolar ekan va 40 to'lgandan keyin qanaqadir g'alati ovozni eshitiladigan bo'lib qoldi. 40 to'lganlar bormi? Qani o'sha? Men sizlarni tabriklamoqchiman. Oxirida, gapimni oxirida. 40 to'lgandan keyin odam g'alati ovozni chiqaradigan bo'lib qoldi. Mana turib bitta to'shniga qaraysiz, o'ylab lekin borishga majbursiz. Mashinaga o'tirasiz, zavod qilasiz, sovuq. Ertalab turasiz. Nonushtaga uyda hech kim yo'q. Ovqatga qarab turasiz. Degan ovozlar chiqargan bo'ldi. Kim biladi shu nimaligini? Eng zo'r deyapti. Eng zo'r erkak deyapti. Eng zo'r xonanda deyapti. Mayli bir yilga. Shuni xursandman. Sizlarga telefon bog'lab, qo'limga telefon qilib, "Otajon, opa, men yilning eng zo'r erkak xonandasini oldim, tabriklang. Men orzuyimga erishdim." Sanmi? Ha? Sen birinchi o'rinni olgan bo'lsang, uchinchi o'rinni nima? Shg'abra oldimi? Axir sen hali sahna nutqini o'rganmagansan. Sahna harakati bo'yicha bahoyi 3. Yana qanaqa qilib yulduzlik kasaliga uchrash mumkin? Tantanaviy ravishda yulduzlik kasaliga uchrash peshonamga yozilmagan ekan. Lekin shuncha kamchiligim borligiga qaramasdan, shuncha kamchiligimni bilib turib menga ishonch berganingiz uchun sizga rahmat. Duo qildingiz va duoingizga ishondingiz. Duoni kaliti ishonch. Zarra
xalq muhabbati, butun xalqning nomidan, butun tomoshabinlar, butun muxlislarimiz nomidan sizga hadya. Rahmat o'g'lim. Sening meni ishdan chiqarmading. Men aminmanki, mana shu yerda o'tirgan barcha onalar yoshlardan qat'iy nazar o'z farzandlarini otga o'tkazadilar-da, o'zlari peshkom ketishni afzal ko'radilar. Keyin vaqt keladiki, o'sha onalarning farzandlari onalarini boshlarida ko'tarib yuradilar. Mana sen meni necha yildirki boshlaringda ko'tarib yuribsan. Ming marta rahmat o'g'lim. O'g'lim, nechiga kirding? Ha, 40 yoshga kirding. Men uchun haliyam go'daksan. Nima? Demak, bugungi konsertimiz, bu yilgi konsertimiz xuddi 40 yoshlilardek zabardast, ulug'vor va o'ta mas'uliyatli bo'lishi kerak. Shunday ekan, qani sahnaga marhamat. Xo'sh, hozir nima qilish kerak? Sardo, tadqiqot, xarismat berib, shuncha muxlisni muhabbatini qozonish oson emas. Sahna o'tida yana oqsiydi. Rебята, вы начали? Все готовы?
Mana ajoyib kunlarni sizni o'rningizda terishni davom etamiz. Boyagina aka, aytganimdek, orzu qilishdan to'xtamanglar. Bizni sizlarni mana shunaqa go'zal gulinglarni terib yuramiz. Yo, Biroz qancha chalib qo'yinglar. tushunmaydi. Menga berasizlar. Ana. Yordamchi chaqiring, yordamchi kelsin. Очень красиво. Это концертный зал Дружба народов. Так, я выхожу отсюда. Я куда-то неправильно пошла. Дети вышли. Я осталась одна на концерте.